2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, bir qo'l salondan olib chiqib minilgan mashina. 80 ming yurgan injektor propan, 4 yumshoq yangi baloni. 80 ming yuribdi. Mashina xuddi 2022 ga o'xshaydi. Tiniq holatda. Endi o'z hisob qilavering, yangi mashina, salafan. Bir qo'l. Xo'p. Bonusi bor ekan. Chexollar bonusmi? Chexollar bonus ekan. 2019 aytganda 80 ming yuribdi, injektor propani bor ekan. Shumga bo'lmagan, pult qo'yilgan, hali ko'pirtirib yuborilmagan. Lyuki hamma yo'q, o'zini joyida, guli doni gulida turibdi. 1.5 motori, qarang, motor zavodskiy changi turibdi. 1.5 motori, konditsioner, injektor propan, dekor koreyskiy akkumulyator, hamma yo'g'i joyida, xullas. Mana narxi egasi aytayapti, $11,800 deyapti. Yana bir qator kelishasizlar. Dehqonni o'zidan. Kursga qarab hisob chiqaringlar, dollarni kursiga qarab like bosib qo'yamiz.